mijozimizga 100 ming dollar pul chiqarib berdik. Eslatib o'taman, 100 ming dollarga 8 ming dollar yiliga qo'shib berasiz. Shunda 8% kredit bo'lyapti. Bu biznes ipoteka 1 yildan 10 yilgacha beriladi o'rtoqlar. Sizlardan talab qilinadigan narsalar noturar joy yoki turar joy binoni zalogga qo'yib berasizlar xolos. 10 ming dollardan 500 ming, 1 million dollargacha ham pul chiqarib beramiz. Xo'p, endi 10 yilga olib 1 yilda yo'qotsanglar, 1 yillikni foizi bilan yo'qasizlar. Qolgani hisoblanmaydi. Masalan, 100 ming dollar oldingiz 10 yilga deydi do'g'ri qilib, lekin siz 1 yilda yopdingiz. Bo'ldi, o'sha 8 ming dollar bilan kreditingiz yopilib ketadi. Qolgan kreditlar, qolgan foizlar hisoblanmaydi. Bizda досрочный погашение bor. Eslatib o'taman, sizlarda hech qanaqa MIBdan qarzingiz bo'lsa ham bizga mishat qilmaydi. Kreditingiz bo'lsa ham, istoriyangiz yomon bo'lsa ham bizga mishat qilmaydi. Hech qanaqa bez problema, hech pullaringizni qo'lingizga olib beramiz. Bilasizlar, UzAvtoMSda o'z mijozlarini o'ylagan holda hamisha faqat yaxshisini